Marhamat. Assalomu alaykum azizlar. Va mana nihoyat kutilgan daqiqalarga yetib keldi. Biz g'ayratgan onlarga o'zimizni shu va'da qilgandek, ular uchun siz azizlarimiz nima qilgan jo'natgan pullarni mana hozir yechib buni naqdlashtirib o'zlariga topshirmoqmiz. G'ayratga xudo xolisa va yaxshi pullarni ishlating. Endi nima planlaringiz bo'lsa, o'zingizga xudo xolisa ishlating. Avvalambor sihat salomatlik. Sizlarga esa katta rahmat. Va yana bir bor rahmat deb qolaman, shuncha inson qo'llab-quvvatlashdi, endi oilalariga nima qildik, boshqa endi o'zlarining planlari yo'q, rejalari. Yo'da advokatlarga ham rahmat, ular shu 12 nafar advokatlar bepul xizmat ko'rsatishdi. Hammaga rahmat, tinchlik bo'lsin, sizga esa sihat salomatlik tilab qolamiz, omadingiz bersin. Nimaiki yaxshiligingiz bo'lsa, hammasiga erishadi. Rahmat, e'tiboringiz uchun rahmat. Mana shu orqamda millionlagan borki xalq turgan ekan, men bunaqa kunlarni umid qilmagan edim. Lekin O'zbekiston kelajagi porloq ekan, shundoq bir xalqimiz, shundoq bir mehribon, diyonatli, oqko'ngil o'zbek xalqimiz bor ekan, bizlarning qadriyatlarimiz hali ulug' bo'ladi. Insonlarni qadr qimmati eng oliy o'rinlarga chiqadi. Bir rivojlangan davlatlar qatoridan ham yuqoriroqqa o'tib ketamiz degan fikrlarim bor. Farzandlarimizga ham hammasiga xuddi mana shunaqangi yaxshi tarbiyalar, insoniylik fazilatlarini, odamiylikni meros qilib qoldirishni tilayman. Sizlarga ham rahmat, e'tiboringiz uchun rahmat. Bizlarga o'xshagan insonlar hammasi mana shu xalqni duosidamiz, duo qilamiz. Ilohim hammanglar baraka topinglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'pchilikni qiziqtiryapti. Ahvolingiz qanaqa? Yaxshi bo'lsa, sog'lig'ingiz yaxshimi? Allohga shukr. Yaxshi. Xatir olib yozyaptilar ko'pchilik. Yaxshi. Haligi negativchilarga aytib qo'yaman. Har xil bular bo'lmas narsani borki qilmanglar. Xudodan qo'rqish kerak odam. Mana oilaviy narsalarimni olib chiqib, bunaqa narsalar borki qilmanglar. Xudodan qo'rqinglar. Vaziyatni hammani bilasizlar. Hamma kishini o'ziga yarasha o'zini ongi, aqli, tafakkuri bor. O'sha ozgina aqlli ishlatsak, bir-birimizni qo'llab-quvvatlasak, inshaalloh O'zbekistonga hech qanaqangi qiynalgan odam qolmaydi. G'ayratga tuzalib keting, boshqa bersin sizga, ko'rmaganday bo'lib keting. Ilohim ishlaringizni rivojini bersin, charchamang, sog' salomat bo'ling. Alloh shifo bersin, yaxshi kunlarga ishlating, g'ayratga yaxshi kunlaringizda xizmat qiling. Rahmat. Salomat bo'ling. Azizlar, sizlarga ham katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Men ehsonlar masalasi bo'yicha ancha yillardan beri ishlab kelaman va bu birinchi va oxirgisi emas. Bizning xalq shunaqa mehribon. Shuning uchun hammalarga tinchlik xotirjamliklar, sihat salomatliklar, aqidatlarim hamda G'ayrat do'stim. Rahmat.